Bu morlar oldilar bir seriya. Böyle 3D qilib ishlangan. Narxi $17. Kargosi 3 kilo 600 chiqdi. Bunisi 2 kilo 700 kargosi. Böyle. Bu ham $17. Mana toshlari tushib ketgan toshdan emas. Judayam tur ishlashgan. Apshida 4 seri oyoq kiyimiz bor bu hafta. Keyin yana bunaqangi topishimiz bor. Gamzi firmaniki bu. Trendga chiqqan. Oyoq kiyimlarimiz shu. Erkaklar pijamasi ko'proq. Erkaklar pijamasi buni fabrikadan oldik, joyidan. Narx har xil 10, 12, $18gacha. Do'kon to'ldirishga oldilar buni. Ko'proq sal. Perle nomdan naski bor. Detski ayollarniki, erkaklarniki qilib aralash olganlar. Detski. Judayam zo'r. Shu xidli naskilarimiz. Shu piya kardonniki bor, keyin shu perle nom, piya kardonni o'zini ham sotishyapti u yoqda. Bu yoqda perle nom naskilarni böyle. Kraliçe var. İç giyimisi var bunlar. Bir qo'li ochiq kiyiniki. Toshli, toshsiz, bantiskli qilib har xilidan yetarli bor. Kaprollar ham bor. Qimmat emas. Buni kargosi hech qachon chiqmaydi buni. Betskiyimiz doimgidek. Bu dizayam bor shuni. Shu firmani. Şu Dipal firmani erkaklarni shimi bor. Judayam zo'r. Firma zo'r. Tovarlar ham zo'r. Bu do'konni 100% tovarimizni o'zimiz sotamiz. Ko'mmonlarni işte. Namanganda joylashgan bu do'konni. So'raganlarga boramiz deyishsa, olamiz deyishsa, do'konni sotishadi. Nima qilaman? Ko'rsatib aytib yuboraman adresini. Dasturxon oldilar. Buni ham 160 ga 220 har xil razmer qilib. Bu hafta shu tovarlar inshaalloh yana borishga harakat qilyapmiz.